2026-yil 7-may sanasida xudo xolasa Oxonjon Madaliyevni choyxonasi tevasiga boqib berdik. 1000 tu mandirka to'lidan qo'yib berdik mana. Xudo xolasa, nechinchi yil bo'ldi aka bu? Necha yosh bo'ldi? 3 yashar. 3 yoshlik bog', biylam qilib berdik. Biylam qildimmi aka? Vandirkut qilish o'rigi bo'ladi. Akamiz sotgan ekan, kelib ko'ring. Mana bergan nimalaringiz zo'r baraka topdi deyapti. Aka qarang. Ya zo'r aka, Alloh rozi bo'lsin aka. Gap yo'q. Mana do'stlar, o'rikka nechi baho qoldi? Vandirkut qilish o'rigi eng nomer trendda turgan o'rik aka shu bo'lsa kerak. Mana o'rik do'stlar. Uni ko'chatlardan ham ko'paytirib qo'yganmiz. Akamizga murojaat qilaverasizlar. Bizdan olib kelgan, bizni joylarda biladi. Mana kelib, gap yo'q aka, halol, gap yo'q. Mana do'stlar, biz bergan ko'chatlar chiqdi. Mana meva chiqdi aka, baraka topdi deb akamiz uzayotgan ekan. Mana qilgani. Bir sovuqda shuncha qolgan akalar quyib yuboradi mana. O'zi ichganlar ham yaxshi qilibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'chatlarga nomerlar qoldirib qo'yaman, aloqaga chiqaverasiz. Kimda kim erta ko'rib ekanman deydiganlar, Vandirkut qilish o'rigi bo'ladi. Sog' bo'linglar, videolarga like bosib, tanishib jo'natib qo'yamiz videoni.